Alabbe boy ekan, mashina furushda lavz yo'q deysizmi? Mashina furushlarini hammasida lavz bo'ladi. Bu mashinani ham olganimda ertasi kuni soting deyishgandi. Bu mashinani haqiqatan o'rganib chiqdim. Zo'r mashina ekan. Menga yoqqanligi uchun o'zim uchun olib mindim. Mana xudo xolasa 10 kunda men minib yuribman. Endi pul kerak bo'ldi, sotyapman. 18 ming dollarga qo'yilgandi, 17 ming 500 dollarga berib yuboraman. 2023 ga 24, 3-pozitsiya komforti bo'ladi. BYD Chazor. Bitta ko'rib chiqamiz. Ishoning, olganimdan beri biror marta zaryadga tiqqanim yo'q. Zaryadga tiqishga bor-ku, vaqtdan bo'lgani yo'q, vazmochdan bo'lgani yo'q. Sababi 3.7 mayli menda 4-5 litr ham yedi. Sportga qo'yib yurdim. Sport, normal, ekonom rejimlari bor ekan. Mashinamizni men qoyil qolganim haqiqatan qishda bor-ku, shunda zavat qilganda elektrda yonar ekanda, pechkalari ham bor, sirazi suv berar ekan. Mashinada keyin menga yoqqani galilot, ya'ni qor yoqqanda knopkasi bor ekan. Bitta knopkani bossangiz, umuman buksovat qilish degan narsa vobshe bo'lmas ekan bor. Lyuk deysizmi, lyuk bor. Bezkulchovoy do'stlik deysizmi, hammasi bor. Mashinamizda start-stop, xullas komfort hammasi bor ekan. Monitorni qarang, aylanishini qarang mana. Tepaga ham aylanar ekan, bu yoqqa ham aylanar ekan. 17.500 dollarga berib yuboraman. Xohlasanglar tirikchilikdagilar olinglar, xohlasanglar minishga olinglar. Bemalol aylanib chiqinglar. Olexda ham ko'rib chiqdim, 19.200, 19.400. Rasa arzon qo'ygani ham bor, 19.000 dollar qo'yganda. Bu mashinamiz 120 km tokda yuradi. Benzinda bor-ku 1200 km ham yurib borar ekan. Boy ekan, lekin bor, haqiqatan ekonom mashina ekan, lekin komfortiga vobshe gap yo'q. 17.500 dollarga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zimiz telefon raqamlarimiz Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga nega urg'u beryapman? Telegram kanalimizda juda ham ko'p mashinalar qo'yamiz. Shuning uchun Telegram kanalimizga siz ham a'zo bo'lsangiz, manfaatli bo'lib qoladi. Bosinglar.